ham katta e'tibor qaratilmoqda. Buni butun respublika ko'rib turibdi. Mana bu baza yana bir bor isbot bo'ldi deyishimiz mumkin. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz boshchiligida O'zbekistonda yangi O'zbekiston qurish yo'lida hamma sohalarda, hamma jabhalarda, hamma yo'nalishda xalqimizni rozi qilamiz deb yangi islohotlar, yangi burilishlar, yangi g'oya, tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan o'zbek futboliga desam hech mubolag'a bo'lmaydi.